hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari, bugun Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 23-sessiyasini o'tkazish uchun yig'ilib turibmiz. Sessiya ishimiz ijtimoiy tarmoqlarda jonli tarzda yoritib borilmoqda. Sessiya ishida Xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari hamda kun tartibidagi masalalarga aloqador korxona, muassasa hamda tashkilotlar rahbarlari ishtirok etmoqda. Sessiyamizda Xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan 25 nafar deputatdan 20 nafari ishtirok etmoqda. Sessiya ishimizni boshlash uchun quvorum yetarli. Bugungi sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushyapti, boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa, sessiyani ochilsin degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Rozilar, rahmat, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 23-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, endi sessiya tartibini saylab olishimiz kerak. Ikkinchi avlod turmush saylov o'tkazilgan deputat Olmo'minov Ikrom Shodiyevichni sessiya tartibiga saylash taklif etilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Takliflar bo'lmasa, Ikrom Shodiyevich sessiya tartibiga saylansin degan deputatlarning qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Ikkinchi avlod turmush saylovi o'tkazilgan deputat Olmo'minov Ikrom Shodiyevich sessiya tartibiga saylandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun biz sanoq komissiyasini saylab olishimiz zarur. Sanoq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya etilmoqda. Turdiqulov Komiljon Shoymurovich 4-ko'pchak saylov okrugidan saylangan deputat sanoq komissiyasi raisligiga, Norqobilov Shuhrat Ravshanovich 7-Qo'rg'onchi saylov okrugidan saylangan deputat sanoq komissiyasi a'zoligiga, Kenjayeva Mazluma
Sanoq komissiyasi a'zoligi nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bu holda sanoq komissiyasi a'zoligi nomzodlar ro'yxatini ovozga qo'yaman. Kimda-kim sanoq komissiyasi a'zolarining taklif etilayotgan tarkibiga rozi bo'lsa, qo'l ko'tarib tasdiq berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Sanoq komissiyasi tarkibi bir ovozdan tasdiqlandi. Sanoq komissiyasi tarkibi sizlarga shunaqa bo'ladi. Agar qarshilar yoki betaraflar bo'lganda hisob orasida boshqa shart emas. Hammamiz tushunamiz. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibini kelishib olishimiz kerak. Sessiyaning kun tartibi loyihasi sizlarga tarqatilgan. Kun tartibiga qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bormi? Bo'lmasa kun tartibini qo'lga tasdiq berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishini ko'rib chiqishda ma'ruzalar uchun 15 daqiqagacha, muhokama so'zi uchun 3 daqiqagacha, savollar va takliflar uchun ham 3 daqiqagacha vaqt ajratiladi. Reglamentga har bir kishi qat'iy rioya qilishni so'raymiz. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Sessiya kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13-dekabrdagi Surxondaryo viloyatining kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda aholi turmush darajasini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi F438 sonli qarorining tumandagi ijrosi to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman hokimi Mamatqulov Abdulla Abdumo'minovga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiyamiz qatnashchilari, hurmatli deputatlar. 2024-yil 13-dekabrdagi Hukumat Prezidentimizning 438 sonli qarori bilan menimcha bu 2 yil mobaynida tanishmagan birorta deputat yoki tashkilot rahbari bo'lmasa kerak. Bunda bizni Surxondaryo viloyatimizga juda katta miqdorda Hukumat Prezidentimiz tomonidan loyiha takliflarimizga nisbatan mablag'lar ajratilgan. Bajarilishi, 2 yillik o'sha loyihamizni bajarilishi doirasida qilinishi kerak bo'lgan ishlar hozirgi kunda qilinyapti. 70% dan oshiq loyihalarimiz amalga oshirib yakunlangan. Bajarilgan va hozirda davom etayotgan loyihalarimiz bo'yicha axborotimizda to'liq hisobotni berganmiz, lekin ozgina vaqtimiz ketsa, men ataylabdan hisobotga sal ko'proq mavzuni yozdirib, sizlar bilan muhokama qilib, talab gaplashishni talab o'qib chiqdim, ko'paytirdim, vaqtlarim sal ko'proq ketsa. Shuning uchun mana hozir jumladan shu Surxondaryo viloyatiga ajratilayotgan mablag'dan eng katta qismi bizim Muzrabot tumanimizga ajratilgan. Ajratilgan mablag'lar Hukumat Prezidentimiz tomonidan berilayotgan mablag'lar har birini shu o'rtada ko'prik bo'lib xalqimizga yetkazib berish, tuman hokimi mendan boshlab sizlargacha bu katta mas'uliyat, buni boshlab turishimiz kerak. Bu bir baxt. Endi hozir xabarlaringizda 1,5 trillion bizning tumanimizga pul kelgan. Buni men qayta bot aytib kelyapman. Buning isboti hech qanday biron joyda bu pulni yashirib qo'yib bo'lmaydi. Bu o'zi ko'rinib turibdi mahallalarimizda ham, boshqada ham. Buni bitta hurmatli rais, shu mablag'larimizda sezilgan tomoni bitta shu bo'ldiki, shu open budjetda mana shu mavzunda 1000 ta ovoz bilan yakunlanadi. 1000 ta ovoz. Open budjetga ko'chani asfalt qilish, stolba qo'yish, transformator o'rnatish degan mavzu tushmadi. Sabab bu masalalar Hukumat Prezidentimiz yechib berdi. O'zi 25 ming dona stolba kerak bizga, tumanimizga. Shuni 10 ming donasini hozir mablag' yechimga almashtiryapti. O'zi 10 ming donasi beton opora ekan. Yana 10 mingta yangi qo'yiladi, 20 mingta bo'ladi. Vaholanki 10 mingta yangi qo'ygandan keyin undan 5 ming, 6 mingta yaroqsiz chiqyapti. Shu bilan o'zini-o'ziga to'g'rilaymiz. Bizda hech qanday masala qolmayapti. Tuman bo'yicha 260 ta transformator bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda 65 ta yangisi, uni ustiga 65 ta qo'yilyapti. Kecha hisobini oldik o'rinbosarlarimiz bilan, o'sha 50 tasi hozir o'rnatildi. Xudo xolasa
hurmatli prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan ishlar qilinyapti. Faqat bizlarda endi shu tozalik qilib, chiroyli qilib, mahallalarni, ko'cha-ko'yni obod qilib, bir ittifoqchilik bilan yashasak, xudo xohlasa, Xudo taolo hammasini barakasini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 13 dekabrdagi 438 sonli qarorining jami 9 ta bandlarida ayni Muzrabot tumani uchun topshiriqlar berilgan bo'lib, bugungi kunda mazkur topshiriqlar ijrosi yuzasidan doimiy sohalar kesimida muhokama qilib bormoqdamiz va bugungi kundagi ijrosi yuzasidan qisqacha axborot berib o'tsam. Xususan, iqtisodiyot sohasida qarorning 1A 3-bandi hamda 3-ilovasiga muvofiq 2025 yilda Muzrabot tumanining iqtisodiy o'sishiga turtki beruvchi 5 ta driver loyihalarning ishga tushirilishi natijasida 402 ta yangi ish o'rinlarining yaratilishi belgilangan. Amalda 412 ta ish o'rinlari yaratilib, reja 102.4% ga bajarilgan. Mazkur topshiriqqa muvofiq birinchi bosqichdagi ikkita loyihalar doirasida infratuzilmani yaxshilash maqsadida respublika byudjetidan 4,5 milliard so'm mablag' ajratilgan. Jumladan birinchi tumandagi Shaffof mahallasi Onadiyor ko'chasining 1 kilometr qismini tunu kun ishlaydigan 24/7 rejimga o'tkazish uchun infratuzilmani yaxshilash maqsadida 1 milliard 100 million so'm mablag' ajratilib, pudratchi korxonalar tomonidan ushbu asfaltlanishi belgilangan Onadiyor ko'chamiz to'liq hozirgi kunda ishlar boshlab yakunlangan. Shuningdek, mazkur ko'chada kelgusida 15 ta qo'shma savdo do'konlari tashkil etilishi maqsadida savdo platformasiga yer maydonlarini aniqlab, savdoga chiqarish bo'yicha me'yoriy hujjatlar tayyorlanib, hozirgi kunda savdoga chiqarilgan. Hozirda 7 ta lot auksion savdolariga chiqarilib, tadbirkorlar tomonidan sotib olinib, o'z tadbirkorliklari yo'lga qo'yilgan, qolgan yer maydonlari savdoda turibdi. Hozir xabarlaringiz bor, bu hokimiyat oldidan boshlab pochtagacha bo'lgan joy asfalt qilingan yo'l chekkasiga qo'shma savdo do'konlari qo'yilgan, 24/7 rejimda ishlayapti. Bu ko'chani hali yana do'konlar tashkil qilishi bor. Ularni ham savdoga qo'yganmiz, tadbirkorlarimiz bor, uning yo'lga qo'yamiz. Muzrabot tumanida 2022-23 yillarda dehqon hujjatlari tashkil etish uchun ijaraga berilgan 100 gektar, Soqoltepada 24 gektar, Nurul Hayotda 49 gektar, Olxayotda 21 gektar, Xalq yo'lida 6 gektar yer maydonini suv bilan ta'minlash va samarali foydalanishni tashkil etish loyihasi doirasida bugungi kunda loyiha sinf hujjatlari ishlab chiqilib, ekspertiza xulosasi olish ishlari olib borilmoqda. Mazkur loyiha doirasida elektr tarmoqlarini tortish uchun 700 million so'm, suv chiqarish, ya'ni sug'orish qurilishi qilish uchun 2,7 million so'm mablag' ajratilgan. Mazkur loyiha doirasida 312 ta fuqarolar tomonidan yer maydonlariga suv ta'minotini yaxshilanish evaziga 312 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Amalda 389 ta ish o'rinlari yaratishga erishildi. Driver loyihalarining ikkinchi bosqichida 3 ta xizmat ko'rsatish loyihalari doirasida 608 milliard so'm mablag' evaziga yo'l infratuzilmasini yaxshilash, sug'orish suvi bilan ta'minlash, elektr ta'minotini yaxshilash hamda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish tadbirlarining amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Ushbu loyihalar pirovard natijasi hozirda Do'stlik mahallasida yangi zamonaviy 24/7 rejimda savdo va maishiy xizmat ko'rsatish ko'chasini tashkil etish loyihasi to'liq kadastr hujjatlari yakunlanib, do'konlar sotish bosqichiga o'tgan. Yangi istirohat bog'ini qurish ishlari davom ettirilayotgan bo'lsa, Navro'z mahallasi hududida xizmat ko'rsatish kompleksini o'z ichiga olgan mahalla guzari qurish ishlari yakuniy bosqichlari amalga oshirilmoqda. Qarorning 1G bandi yoki 2A bandlariga muvofiq tumanda 22.792 nafar aholi bandligini ta'minlash hamda kambag'allik darajasini 4% dan xoli hududga aylantirish belgilangan bo'lib, joriy yilning yanvar iyun oylari davomida 11.396 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan bo'lib, amalda 15.271 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. 130% ga bajarildi. Bu hozirda bu bo'yicha yana ish o'rinlari ustida ishlayapmiz. Xususan investitsiya loyihalarining ishga tushirilishi hisobiga 554 ta tijorat banklari tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga 4775 ta, qishloq xo'jaligi sohasida 9588 ta, qurilish sohasida esa 354 yangi ish o'rinlari yaratildi. Misol uchun qishloq xo'jaligi sohasida tumanda
Xalq yo'li mahallasida tashkil etilgan Ochilov Shamshod ishlab chiqarish kooperativi 5 gektar yer maydonida 15 ga yaqin qo'shimcha ish o'rinlarini yaratdi. Qarorning 1G3 bandi bo'yicha Muzrabot tumanida 776 nafar aholini kasb, hunar va xorijiy tillarga va yuqori daromadli kasblarga o'qitish orqali bandlikni ta'minlash belgilangan bo'lib, joriy yilning dastlabki 6 oy davomida 382 nafar fuqaromiz ish bilan band bo'lmagan aholini kasb, hunarga o'qitildi. Birinchi yarim yillikda bu nimamiz o'qitishimiz 131% ga bajarildi. Misol uchun Muzrabot tumanidagi nodavlat o'quv markazlari o'qituvchilari Abdullayeva Nasiba 15 nafar, Xotirayeva Shahnoza 15 nafar voucher asosida xotin-qizlarni tikuvchilik yo'nalishida o'qitilib, bandligi ta'minlandi. Bu bo'yicha ham xabarlaringiz bor. Qarorning 1G2 bandi yuzasidan Muzrabot tumanida 370 ta kichik ishlab chiqarish loyihalari, xizmat ko'rsatish yo'nalishida mikro loyihalarni amalga oshirish va 740 nafardan ortiq aholi bandligini ta'minlash belgilangan bo'lib, joriy yilning dastlabki 6 oy davomida 134 ta mikro loyihalar ishga tushirilib, 251 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bundan tashqari tumanda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida onlayn mahalla platformasi orqali 2026 yilning hozirgi kun holatiga Prezidentimizning 149 sonli qarorlari asosida biriktirilgan tuman tijorat banklari tomonidan jami 14 milliard 282 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratilib, 865 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Biznesga birinchi qadam dasturi doirasida 12 milliard 517 million so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Shuningdek, 312 sonli kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida 9 milliard 466 million so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. 59 son bayon mahalla loyihasi doirasida 2026 yilning hozirgi kun holatiga biriktirilgan tuman tijorat banklari tomonidan 21 milliard 313 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratilib, 392 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Yuqoridagilarda kelib chiqib tumanda kelgusi tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan imtiyozli kreditlar natijasida aholi bandligini ta'minlash choralari doimiy ravishda ko'rib chiqilmoqda. Misol uchun, Bliss SR MCH tomonidan umumiy qiymati 50 million dollar bo'lgan zamonaviy agrologistika markazi, muzlatish, omborxona, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, qadoqlash, tashkil etish loyihalari amaliy ishlar boshlab yuborilgan. Bu yildan yilga o'sish davom etmoqda. Mazkur loyiha doirasida 2026 yilning yanvar-iyun oylarida 25 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Qarorning 2.7 bandi yoki 6-ilovasi bo'yicha Muzrabot tumanida 2025-26 yillarda tarmoq korxonalari tashabbuslari asosida ishga tushirilishi rejalashtirilgan qiymati 294 milliard so'm bo'lgan 4 ta loyiha ishga tushirilishi belgilangan. Odilbek Ahrorbek Baraka Invest MCH baliqchilik kengaytirish loyihasi umumiy qiymati 1,5 milliard so'mlik. Generoz So'd MCH mahsulotlar qayta ishlash loyihasi, Pomra agroklaster tomonidan paxtani qayta ishlash loyihasi, Moron Nahr fermer xo'jaligi tomonidan qarordachilikda kengaytirish loyihalari, hozirgi kunda bu loyihalar xususiy ishlar davom ettirilmoqda. Qarorning 10-bandi 15 yoki 15A bandlari bo'yicha ham tumandagi yo'lchi mahallasi hududida 6 ta geolokatsiya auksion savdolari orqali Naruda foydali qazilma va kon uchastkalari bo'yicha 1,5 gektar yer maydonini realizatsiya qilinib, O'zbekiston Respublikasi kon sanoati va geologiya vazirligi 2025 yil 22 avgustdagi 45-25 sonli ruxsatnoma asosan yer har uchastkalaridan foydalanish huquqi olingan. Qarorning 13 bandi bo'yicha istiqbolli loyihalarni elchixonalar tomonidan amalga oshirilishi bo'yicha xorijiy kompaniyalar bilan muzokaralar o'tkazish hamda kelishuvga erishish topshirig'i bo'yicha Muzrabot tumanida umumiy qiymati 224 million dollarlik 6 ta loyihalar salohiyatli investorlarga tumanga jalb qilish bo'yicha 3 xil turdagi tezisda takliflar berilgan. Ularni har biri bo'yicha hisobot berib bittalab ma'ruzamizda ham yana yozib yoritganmiz. Bularni
to'liq tanishtirib o'tish bo'yicha ham yana nimalarni o'qib beraman. 14-band yoki 18 ilovasiga muvofiq Yevropa tiklanish taraqqiyot banki biz eng hozirgi kundagi o'sha 438 da kechga yetgan, yurmay turgan loyihamiz. Buni baribir xalqimizdan ham ko'p savol bo'lyapti sizlarga. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida xorijiy investitsiya mablag'lari hisobidan $50 million bo'lgan Oqtash va Qoshqur Sherjon yer osti suv quyi manbalaridan suv quvuri tortish yo'li bilan Muzrabot tumanida ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi. Shuningdek, bugungi kunda loyihada 7 ta lot ishlab chiqilgan, hammasi jumladan 2 ta lot bo'yicha suvni hisobga olish uskunalari bu yetkazib berilgan ichimlik suv ta'minot korxonalari bilan gaplashganman. Suv taraqqiyot MChJ va Aziya MChJ O'zbekiston hukumat korxonalari tomonidan $2-3 million taklif bo'yicha g'olib bo'lgan shartnomani imzolagan va uskunalarni hozir xarid qilish boshlangan, bir qismini olib kelib topshirgan. Bu degani bu faqat Muzrabot tumaniga emas, qo'shni rayonlarga ham ichimlik suv uskunalari. Bu endi o'sha $50 million ichida turibdi-da, yirik inshootlarga olib kelib bo'yicha topshirish boshlangan. Shuningdek, Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati takliflariga asosida Qoshqur suv inshooti, Sherjon suv taqsimlash inshootigacha suv quvurini 5 ta lot bo'yicha ekspertizaga yuklangan, ekspertiza xulosalari olingan, hozir tenderga berilgan. Tenderda o'sha 4 ta lot bo'yicha ikkitasini g'olibi aniqlangan, bittasi demak Ozarbayjon, ikkinchi g'olibimiz o'zimizning Pomir klasterimiz bor, ko'pchilik taniydi. O'sha ikkinchi lotimizni Pomir klasterimiz yutdi. Qolgan 2 ta lot bo'yicha ishlar davom etmoqda. Kampirtepa va madaniy meros obyektini qayta tiklash, restavratsiya qilish bo'yicha muzeylashtirish ishlarini amalga oshirish ko'zda tutilgan. Loyihaning umumiy qiymati $1,5 milliard 53 million so'm tashkil etadi. Buyurtmachi Madaniy meros agentligi qudratli tashkilot hozirgi kunda ishni boshlagan. Biz kecha qurilish bo'lim bilan o'sha joyga bordik. Atrofini o'rash, obodonlashtirish, keyin qabul qilish punkti, turistlar uchun ozgina bir to'xtab dam olish yoki bo'lmasa Kampirtepani uni o'zi asosiy nima bo'lgan joy to'g'risidagi ma'lumotlari tanishtiriladigan kutubxona qurilyapti. Ishlar boshlangan. Qishloq xo'jaligi sohasida ham qarorning 2-13-bandi yoki 12-ilovasida Muzrabot tumanida 12 ta kollektorning yig'ilgan suvlaridan samarali foydalanilgan holda yangi o'zlashtiriladigan 3,800 gektar yer maydonida sholi yetishtirishni yo'lga qo'yish belgilangan. Bugungi kunda buning uchun respublika byudjetidan 14 milliard so'm mablag' ajratish rejalashtirilgan. Bu hozirgi kunda to'liq Hojiakbar mega qurilish korxonasi tomonidan amalga oshirilib, loyiha to'liq tugatildi. Betonlashtirish ishlari yakunlangan, 12 kilometr ham to'liq. Qisqacha axborot shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Savollar bo'lsa marhamat. Marhamat, savollar bormi? Assalomu alaykum. Hurmatli sessiya ishtirokchilari. 20-Xo'jaobod mahallasi hokimidan saylangan mushayklarga hisobotingiz qarorida 2.7 bandining yoki 6-ilova bo'yicha Muzrabot tumanida 2025-2026 yillarda tarmoq korxonalari tashabbusi asosida ishga tushirishi rejalashtirilayotgan qiymati 294 milliard so'm bo'lgan 4 ta loyihani tushuntirib o'tdingiz. Shular agar nima bo'ladigan bo'lsa, qachon ishga tushadi va bunda qancha ish o'rinlari yaratiladi? Katta rahmat. Mana shu tarmoq korxonalari tomonidan yoki mikrorajonlarimiz tomonidan qilgan shu nimalar bizlar alternativ deyapsizlar. Bu kam biz tuman mahalliy, buni ko'paytirishimiz kerak. Bu ichki imkoniyatlardan 4 ta loyiha bu hech narsa emasda. Ichki imkoniyatlardan foydalanib, boshqa qilib men to'rtalasini aynan mana shu punktini o'zim o'qib berib o'tib ketdim bittalab. Odilbek Ahrobek Baraka investitsiya tomonidan mana hozir ish o'rni yaratish. Yerda masalan 2 ta ish o'rni deydi, lekin aslida bu loyiha ishga tushsa, siz 2 ta deyvering, u yerda 20 kishi ishlaydi. Mana hozir Sherali aka bor, chorvachilik. Yangi mahallasidagi. O'shani loyihasi bu tepada musor to'kadigan joyimiz va aerodrom. Shu joydan o'z mablag'i hisobidan pul tashkil qilib, yuqorida Hasan hojining
dalasiga yetguncha to'liq betonlashtirish ishlari yakunlanib, suv ta'minoti yaxshi bo'lib qoldi bu joyda hozir. Sun'iy ko'l tashkil qilib, 1,5 gektar joyda baliqchilik tashkil qilish. Bu joyda 1,5 gektar joyda 20 tagacha ish o'rni, yem tashiydigan, baliqqa qaraydigan, baliq sotadigan o'z-o'zi ish o'rinlari tashkil bo'ladi. 1,5 milliard atrofida mablag' ketadi, o'z hisobidan qiladi. Hozirgi kunda loyihalar to'liq yakunlangan, yil yakunigacha yakunlanadi. Bu birinchi loyihamiz. Hozir siz bergan shu 2 undan keyingisi Akirimiz mahallasidagi Unzovut. Unzovutda ham ish imkoniyatlarini to'liq chaqirib gaplashganmiz. Pul tikkan 8 milliarddan oshiqroq. Ba'zi bir sabablar qarzdorligi tufayli qarziga kesib ketgan. Hozir Qozog'istondan bug'doy olib kelib, Qozog'iston bug'doyini qayta ishlab, qozoq unini chiqarish rejalashtirilgan. Buni ham 1-sentyabrgacha ishga tushiriladi. Bunda ham kelish ko'zda tutilgan ish o'rinlari to'liq hammasi ishga tushadi. 150 ta ish o'rni deb ko'rsatganmiz. Aslida Unzovut ishga tushgandan keyin 1000 tagacha odam ishlaydi. 150 kishi bitta yem kompyuterni o'zida ishlaydi. Ana shunday. Bu biz uchun katta manba, katta ish o'rni. Buni ham reja qo'yganmiz, ishlatamiz. 3-loyihamiz Pomir agroklaster tomonidan 2000 gektarga yaqin joyda paxta yetishtirilyapti, 5000 gektar yer bor. Yer bor, ularga ajratilgan, bazasi bor. Hozir qoqilgan, loyihalar tugatilgan. Paxtani qayta ishlash zavodini qurish. Yog' moy mahsulotlar ishlab chiqarish, paxtani dastlabki ishlash, ya'ni tola shakliga keltirish. Chigitni ajratib, chigitdan moy, yem ishlab chiqarish, tola shakliga keltirish. Buni ham 2027-yil yakunigacha mo'ljallangan loyiha hozirdan boshlangan. Mana shuni ham yo'lga tushiramiz. 100 ta yangi ish o'rni deyilgan. Bu yerda eng kamida 100 ta yangi ish o'rinlar. Ish o'rinlari to'liq ta'minlanadi. Keyingisi Mo'ronnaxir fermer xo'jaligi, bu tovuqchilik. Buni ham kengaytirish maqsadi bu. Buni xalqimiz hammasi biladi, o'zi bu ishlab turgan korxonani kengaytirishga kuchi ham yetadi, imkoniyati ham bor. Rejalashtirilgan to'liq. Bu 4 ta loyihamizda 1000 ga yaqin ish o'rni ko'zda tutilgan. Hammasi yil yakunigacha ishga tushadi. Yurayotgan loyihalar. Bitta shubhalisi shu Unzovutimiz bor. Unzovutimiz bilan qayta ishlayapmiz buni. Shuni yozib olsak, qolgan 3 ta loyihamiz bor, to'xtamaydi. Buning uchun to'liq maqsad bo'ladi. Ish o'rni bo'ladi bizga, manba bo'ladi xudo xolasa. Bunaqa loyihalarni haqiqatan Abdulaziz bo'y aytgandek, kam bizda 4 ta bu. 4 ta emas, 40 ta bo'lishi kerak. Ko'paytirishimiz kerak. Buni targ'ibot tashkilot ishlari olib boryapti. Yana savollar bormi? Marhamat. Savol emas, iltimos desa ham bo'ladi. Meni hududimda 140 o'rinli bolalar bog'chasi Oriyat mahallasida, o'sha yerda yana 100 o'rinli bog'cha qurilyapti. Borib bog'chani o'rganganimizda oldingi isitish tizimida ba'zi muammolar bor ekan, oldingi binosida. Shuni ham birdaniga to'g'rilab, chiroyli qilib topish imkoniyati bormi? Buni endi xabar bor, xabar o'qiganingizdan ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rib turibman. Bezovta bo'lib turibsiz. Haqiqatan ham to'liq keng 140 o'rinli binoni yangidan qilib, o'shani ichiga kiritib, isitish tizimini almashtirib, oshxonalarning ta'mirigacha, ikkita binoni bog'lovchi yo'llargacha, atrof-muhitni o'raydigan zavorlargacha to'g'rilab, to'liq bog'chani qo'ldan chiqaramiz. Buni muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa to'liq yakunlaymiz. Marhamat, yana savollar bormi? Javoblarga shu eski binosi ham prezident tomonidan yashab qoldi. Issiqlikka elektr tejamkorligi bo'yicha masala ko'taryapti. O'sha narigi yondagi binoni ham agar yonda shu issiqlik tejamkor nima bilan qoplasa, ham ba'zan qoplasa, menimcha juda ancha narsa ekonom bo'ladi. Chunki u yerda hozir mana qurilish ketyapti yondagi. O'shanga iltimos qilish kerak, menimcha ko'p mablag' ketmasa kerakmi? Chunki yana buni qizitgandan keyin nariga xizmat qiladi. Chunki qoplanmaganda hech narsa. Yana savollar bormi? Hurmatli deputatlar, o'tgan sessiyamizda biz aytgandek, mana G'uzor tumanida katta mablag' ajratilgan, ishlar davom etyapti. Lekin o'sha loyihalarni o'z vaqti muddatida sifatli bajarish bo'yicha deputatlar nazorat qilmaydi. Har bir deputat o'zini hududini nazorat qilib, qanday kamchiliklar bo'larligini sessiyaga olib chiqish masalasi. Hozir bizda vazifamiz mana shu jamoatchilik nazorati bilan mas'ul xodimlar o'zlari o'sha hududda olib borayotgan
loyihalarda har kunlik nazoratni qilish kerak. Mana ba'zi joylarda, mana Qiziriqlarda ko'proq shunday holat bo'ldi. Boysunda ham. Boysunda ham qaytadan buzib tashlab, o'shalarga qilib, o'sha loyihalar orqada qolib, aholining kayfiyatini buzadi. Shuning uchun sizlardan iltimos bo'ladi, har bir kishi yana qaytadan mana shu amalga oshayotgan loyihalarni boshida ustiga borib, ular nazorat qilib, sifatini o'sha yerda bo'ladigan muammo kamchiliklarni bemalol mana hokim o'g'li bizlarga yetkazsalarni yana ham yaxshi bo'ladi. Asfalt masalasiga juda e'tiborli bo'lingizlar, sizlardan katta iltimos bo'ladi. Bir haftalab to'shalgan asfalt qotmayapti. Juda sifatsiz. Yangi mahallasini ham to'xtatib, ancha joyini buzib, qaytadan orttirib yuborib ketganman. Bu boyagi bir so'm bo'lsa ham urib qolsam, tejab qolsam deydigan quruvchilar ham yo'q emasda. Men hamma shunday demoqchi emasman. Lekin baribir ko'z bilan qarab, nazorat qilsak bizga sal bo'lsa ham foydali bo'ladi. Oldimizdagi narsa birinla ko'rib olganga kelmaydi. Eng xalq kayfiyatini ta'sir qiladigan narsalardan biri shu. Boshqa savollar yo'qmi? Rahmat. Boshqa savollar bo'lmasa, ushbu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsa, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha bo'yicha qo'shimcha o'zgartirishlar bormi? Bo'lmasa, qaror loyihasi ko'rsatilib tasdiq etishlaringiz uchun rozilar. Rahmat. Qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi ikkinchi masala O'zbekiston 2030 strategiyasining barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash bo'yicha belgilangan maqsadlarning ijrosini muhokama qilish to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari Xolniyozov Sabrdan Mamatqulovga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2026-16 fevraldagi 21-son qarorining O'zbekiston 2030 strategiyasida berilgan topshiriq va ijrosi yuzasidan doimiy saholar kesimida muhokama qilib bormoqdamiz va bugungi kundagi ijrosi yuzasidan qisqacha axborot bersam. Xususan, sog'liqni saqlash sohasida aholiga sifatli va kafolatlangan tibbiy xizmat ko'rsatishni yanada yaxshilash maqsadida tumanda 6 ta oilaviy poliklinika, 4 ta oilaviy shifokorlik punkti, 1 ta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika hamda 270 o'rinli markaziy shifoxona faoliyat yuritmoqda. Aholiga birlamchi tibbiy yordamni yanada yaqinlashtirish maqsadida oilaviy poliklinikalarda 70 ta tibbiy brigada tashkil etilgan. Barcha oilaviy poliklinikalar zamonaviy o'zi EKG fizioterapiya apparatlari hamda stomatolog uskunalar bilan jihozlangan. Birlamchi tibbiyot muassasalarida aholi jon boshiga ajratilgan mablag'lar miqdori 21,500,000 so'mni tashkil etdi. Tizimda jami 121 nafar shifokor faoliyat yuritmoqda. Shundan 62 nafar yosh mutaxassislar bo'lib, kadrlar salohiyati bosqichma-bosqich mustahkamlanmoqda. Profilaktik tibbiy ko'riklar doirasida jami 87,959 nafar fuqaro tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Bu yillik rejaning qariyb 55% tashkil etdi. Skrining ishlari yurak, qon tomir, qandli diabet, nafas olish tizimi va onkologik kasalliklarni erta aniqlashga qaratildi. 40 yoshdan yuqori aholi o'rtasida o'tkazilgan skrining natijasida 21,279 nafar fuqaro qamrab olinib, ular orasida 565 nafar qandli diabet, 1819 nafar ortiqcha vazn holatlari aniqlandi. Barcha aniqlangan bemorlar dispanser nazoratiga olinib, individual sog'lomlashtirish choralari amalga oshirilmoqda. Tumanda qandli diabet bilan ro'yxatda turuvchi bemorlar soni 565 nafarni tashkil etadi. Ulardan belgilangan qismi diabetga bemor marshruti dasturi asosida o'qitildi. Bemorlarning 100% bepul dori vositalari bilan ta'minlandi. Ayollar salomatligini muhofaza qilish maqsadida 45-65 yoshdagi 6065 nafar ayol ko'krak bezi saratoni bo'yicha, 35-55 yoshdagi 8870 nafar ayol esa
bachadon saratoni bo'yicha skriningdan o'tkazildi. Natijada har ikki yo'nalishda ham onkologik holatlar aniqlanmagan. Bolalar salomatligini mustahkamlash yo'nalishida 9485 nafar bola chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shuningdek, 7015 nafar bola 13 turdagi vaksina bilan to'liq emlandi. Mikronutrient dasturi doirasida 18625 nafar tug'ish yoshidagi ayol temir va folik kislotasi bilan 37050 nafar bola mikronutrient kuni bilan ta'minlandi. Sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish borasida ham muhim qadamlar qo'yildi. 95 dona zamonaviy kompyuter texnikasi o'rnatilib, elektron poliklinika tizimi joriy etildi. Hozirgi kunga qadar 148215 nafar fuqaro yagona elektron bazaga kiritildi. Ulardan 6 nafari yuqori texnologik operatsiyaga, 22 nafari esa viloyat va shahar shifoxonalariga davolanish uchun yo'naltirildi. Tez tibbiy yordam xizmati faoliyati samaradorligi oshirilib, jami 26430 ta chaqiriqqa o'z vaqtida xizmat ko'rsatildi va barcha chaqiriqlarga 100% holatda yetib borildi. Barcha brigadalar zamonaviy uskunalar va dori vositalari bilan ta'minlandi. Dispetcherlik tizimi raqamlashtirildi. Hisobot davrida aholiga jami 203.024 tadan ortiq bepul tibbiy xizmatlar ko'rsatildi. Jumladan 165654 ta ambulator qabul, 195735 ta laborator tekshiruv, 39189 ta instrumental diagnostika va 8317 nafar statsionar bemor davolandi. Shuningdek, 565 nafar diabet bemori bepul dori vositalarini ta'minlandi. 376 nafar yurak qon tomiri kasalligi bilan og'rigan bemor muntazam nazoratga olindi. 6 nafar bemor yuqori texnologik davolanishga yo'naltirildi. Maktabgacha ta'lim tizimida tumanda jami 203 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat yuritmoqda. Hududdagi 3-7 yoshli 15394 nafar bolaning 11465 nafari qamrab olingan bo'lib, qamrov darajasi 74,5% tashkil etadi. Shulardan 23 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 6024 nafar, 11 ta davlat xususiy sherikchilik maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ularga 1164 nafar, 3-7 yoshli bolalar, shuningdek 169 ta oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 4270 nafar, 277 nafar 3-7 yoshli bolalar tarbiyalanmoqda. Umumiy o'rta ta'lim tizimida 59 ta umumta'lim maktablari faoliyat yuritmoqda. 2025-26 o'quv yilida 59 ta maktabda 1381 ta sinfda 29252 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Shundan 14453 nafari qizlardan iborat 11-sinf bitiruvchilari soni 1782 nafarni tashkil etib, ulardan 26 nafari muddatdan oldin talabalikka tavsiya etilgan. 17 nafar oltin medal bilan maktabni tamomladi. Pedagog kadrlar salohiyatini ham izchil amalga oshirilmoqda. 2779 nafar o'qituvchining 289 nafari oliy toifa, 510 nafari birinchi toifa, 1085 nafari ikkinchi toifa, 895 nafari mutaxassis toifasida faoliyat yuritmoqda. Xorijiy til yo'nalishidagi 195 nafar o'qituvchidan 131 nafari xalqaro va milliy sertifikatlarga ega bo'lib, bu 67,2% ni tashkil etadi. Fan olimpiadalarining tuman bosqichida 5742 nafar o'qituvchi ishtirok etib, o'z bilim va salohiyatini namoyon qildi. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'nalishi bo'yicha hududda sanoat mahsulotlari hajmi yilning dastlabki 4 oyligida 261,5 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 108% ga o'sish ta'minlanib, aholi jon boshiga 1,632,000 so'mni tashkil etdi, ya'ni sanoat mahsuloti. Joriy yilning 5 oyi yakuni bilan sanoat mahsulotlari hajmini 293,3 milliard so'mga yoki 109,4% ga yetkazish kutilmoqda. Xizmat ko'rsatish hajmi 4 oy davomida 359 milliard so'mga teng bo'lib, o'sish sur'ati o'tgan yil mos davriga nisbatan 120% ga yetkazildi. Aholi jon boshiga xizmatlar hajmi 2,240,000 so'mni tashkil etdi. Chakana savdo aylanmasi hajmi 478,1 milliard so'mga yetkazilib, o'sish sur'ati o'tgan yil mos davriga nisbatan 118,1% ga bajarildi. Chakana savdoning viloyatdagi ulushi 4,5% tashkil etish, aholi jon boshiga 9 million so'mga yetkazildi. Qurilish korxonalari tomonidan 4 oyda jami 107,2 million so'mlik qurilish ishlari amalga oshirilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 117,9% ga o'sish ta'minlandi.
aholini zarur energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash bo'yicha elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida umumiy qiymati 10 milliard 941 million so'mlik jami 89,1 kilometr sip kabel tortildi, yangilandi. 17 dona transformator va 2380 bitta tayanch o'rnatilishi evaziga 8289 ta xonadonlarda elektr ta'minoti yaxshilandi hamda 16,7 kilometr sip kabel va sip 2 va sip 4 kabellar tortilishi reja bajarildi. Kabellar tortilib reja bajarildi. Eksportni ko'paytirish bo'yicha tumanda joriy yilda 19 million 643 ming AQSh dollari sanoat va meva sabzavot mahsulotlari eksportini amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, joriy yilning 6 oyida 17 million 808 ming AQSh dollari sanoat va meva sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshirilib, yillik reja 90% ga bajarilmoqda. Yoki o'tgan yilning mos davriga nisbatan 9,6 million dollarga ko'p sanoat va meva sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Misol uchun tumanda faoliyat yuritayotgan Bristol MCH tomonidan yanvar-iyun oylari davomida 1 million dollarlik meva sabzavot mahsulotlari Rossiya va Birlashgan Arab Amirligi davlatlariga eksporti yo'lga qo'yildi. Hududiy investitsiya loyihalari bo'yicha 2026 yil tasdiqlangan dastur doirasida jami loyiha qiymati 20,8 million AQSh dollari 15 ta loyiha amalga oshirilishi hamda ushbu loyihalar ishga tushirilishi natijasida 800 dan ortiq ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Sohalar kesimida qishloq xo'jaligi sohasida 12,1 million AQSh dollarlik 4 ta loyiha amalga oshirish natijasida 545 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Xizmat ko'rsatish sohasida 8,7 million AQSh dollarlik 11 ta loyiha amalga oshirish natijasida 277 ta yangi ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan. Yanvar-iyun oylarida hududiy investitsiya loyihalari ishga tushirish rejasi 7 ta loyiha qiymati 8,4 million AQSh dollari, ish o'rni 217 ta bo'lib, amalda 7 ta loyiha 804 AQSh dollari bo'lgan yangi loyiha ishga tushirildi. Natijada 217 ta yangi ish o'rinlari yaratilib, 2026 yil hududiy investitsiya dasturining 6 oylik ko'rsatkichi to'liq bajarildi. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha 2026 yil yarim yillikda 800 bitta oila 3571 ta a'zolarni kambag'allikni chiqarib 5,1% dan 2,6% ga tushirish reja qilib olingan bo'lib, dastlabki 6 oyda kambag'al oilalarni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha inson omilisiz 1048 ta oila 4932 ta a'zosi yashil toifaga o'tib kambag'allikdan chiqarildi yoki umumiy 155 mingta registrdagi kambag'al aholiga nisbatan kambag'allik darajasi 4,7% ni tashkil qilmoqda. Ya'ni hozirgi shu kecha kunduzda. Yil yakuni bo'yicha xalqqa aylanishimiz uchun 2,8% ga tushirishimiz kerak. Dastur ijrosi bo'yicha 1256 ta kambag'al oilalarga tuman tashkilot rahbari va o'rinbosarlar biriktirildi. Hamda kambag'al oilalarga biriktirilgan rahbar va o'rinbosarlar tomonidan 1093 ta kambag'al oila a'zolariga ko'mak yordamlari va xizmatlar ko'rsatildi. Yo'nalishlar kesimida ta'lim qilsak, 1500 ta oilalarga 1,9 milliard so'm oziq-ovqat mahsulotlari, 604 ta oilalarga 1,2 milliard so'm nooziq-ovqat mahsulotlari, 11 ta oilalarga 46 ta chorva, qoramol, qo'y va echkilar olib berildi. 16 ta oilalarga 178 bosh parranda, 201 ta oilalarga 189 million so'mlik har xil turdagi issiq kiyim-kechaklar, 109 ta oilalarga 501 million so'mlik uy-joyni ta'mirlashga ko'maklashildi. Joriy yilning dastlabki 6 oy davomida so'rovnoma natijalariga ko'ra 3192 ta kambag'al oilalar reyestrga kiritildi va ushbu oilalarga individual reja tuzilib 39117 ta 5 turdagi xizmatlar biriktirildi. Aholi bandligini ta'minlash bo'yicha aholi daromadli mehnatini band qilish yo'nalishida tumanda bir qancha ishlar amalga oshirib borildi. Xususan joriy yilda 22792 nafar aholini bandligini ta'minlash belgilangan bo'lib, mazkur rejani joriy yilning dastlabki yanvar-iyun oylarida 15272 nafar, ya'ni 130% dan 6 oylikda oshirib bajarildi. Yo'nalishlar kesimida investitsiya loyihalari 125%, banklar tomonidan doimiy ish o'rnini bilan ta'minlash bo'yicha 146%, qishloq xo'jaligi bo'yicha 107%, qurilish sohasi bo'yicha 126% o'sish ta'minlandi. Qishloq xo'jaligida hosildorlik va rentabellik darajasini keskin oshirish bo'yicha tumanda 2026 yilda g'alla hosilini yetishtirish uchun
10.500 gektarga 229 ta fermer xo'jaliklari va klasterlar tomonidan 29.350 tonna g'alla yetishtirish rejalashtirilgan bo'lib, shundan amalda 229 ta fermer xo'jaliklari klaster tomonidan 26.948 tonna yoki 91.8% hozirgi kunda g'alla o'rin yig'im ishlari davom etmoqda. Pilla yetishtirish belgilangan bo'lib, amalda 333 ta fermer xo'jaliklari tomonidan 2754 ta ipak qurti boqilib, 165 tonna yoki belgilangan reja 100% bajarildi. Buning natijasida yangi 5508 ta mavsumiy ish o'rni yaratildi. Shuningdek, 2026-yil yangi intensiv bog' va tozalash barpo qilish rejasi 119 gektar yer maydonida rejalashtirilgan bo'lib, amalda 119 gektar yer maydonida tumandagi fermer xo'jaliklari tomonidan yangi intensiv bog' va tozalash barpo etilib, mevali ko'chatlar ekildi. Tumanda 2026-yilda jami 5885 gektar suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish belgilangan bo'lib, joriy yilning 6 oyida 3695 gektar yer maydonlarida suv tejovchi texnologiyalari joriy etildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qisqacha axborotim shu edi, hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Savollar bo'lsa aqol. Marhamat, savollar bormi? Assalomu alaykum, hurmatli rais, sessiya ishtirokchilari. Saidullo Mamatqulovga savolim bor edi, ruxsat bersangiz. Muzrabot tumanida 37 mahalla mavjud bo'lib, unda 23 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bor deyapsiz hisobotingizda. Shu qaysi mahallalarda davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti yo'q va bularni o'sha mahallalar qurish uchun qanday chora-tadbirlar ko'ryapsiz? Oldindan rahmat javob berasiz. Xabaringiz bor, 141 sonli qaror bo'yicha 9 ta yangidan qurish bog'cha rejalashtirilgan. Masalan, Mohiyat mahallasida davlat bog'chasi yo'q. Chegarachi mahallasida davlat bog'chasi yo'q, investor bilan qurilyapti. Davlat bog'chasi yo'q, Mehrgiyoh mahallasida yo'q mahallalarda 141 sonli qarorga tushgan mahallalarda hammasida yangidan bog'cha qurilyapti. Bundan tashqari investitsiyaga tushirib, bog'chalar qurilib, kelasi yaqin 2-3 yilda to'liq 100% mahallalarda bo'ladi. Davlat maktabgacha ta'lim muassasasi. Ana dastur kiritilgan rejalar bor. Biz qirg'izdan tashqari kelgusilar kiritilgan. Masalan, bitta mahalla davlat mahallasida davlat bog'chasi yo'q. Bu yerda hozir 141 dan tashqari Do'stlik mahallasida yangidan bog'cha qurilyapti. Undan tashqari Gulobod mahallasida yangidan bog'cha qurilyapti. 69 ta oilaviy bog'cha bor deb aytyapsiz. Shu bog'chalarda bizlar borib o'rganganimizda bir xonada 3 yoshdan 6 yoshgacha bolalarga jamlab umumiy dasturlar o'tiladi. Ularni yoshiga xususiyatga qarab bo'lib xonalardan dasturlar berilmaydi. Undan tashqari oshxonalarda sanitariya holatlari to'liq jihozlanmagan. Buni litsenziya berishdi. Ha? Xususiy bog'chalarni. Qayerda shu masalan siz ko'rganingizda qaysi mahallada? Darban mahallasidan misol berib, chunki men 9-saylov Darban saylov okrugidan saylangan deputatman. Darban hududidagi xususiy bog'chalarda bitta xonada barcha o'quv tarbiyalanuvchilar joylashtirilgan. Yoshi bir xil bo'lmasa ham bir xonada jamlashtirilgan. Siz bilasizmi shuni? Yangi siz tushundiringizmi? 3 ta bog'chaga bordik bizlar. Yo'q. Samsamda edi. Samsamda, Markazda, Yerga chorasida bog'chalarga bordik. Bir xonada hammasi to'plab, bir xonada dasturlar beriladi. O'quv dasturlari. Lekin Yoshiga qaralmasdan. Yoshiga qarab, ularga nima qilish kerak? Bo'lib o'tish kerak. Hurmatli deputat, hurmatli rais tushunarli. Bu bo'yicha ish yurgizib, o'zimiz joyiga borib, o'rganib, buni bartaraf qilamiz. Mumkin emas. Yoshi katta guruh, kichkina guruh
Bu yerda unday narsa yo'q deyapsiz, hammasi aralash, to'g'rimi? Hammasi aralash o'tgan. Aralash keyin ham sanitariya epidemiologiya ularga javob bermaydi deyapsiz oshxonasi. Burada o'sha hozir saytdan olib shekilli ta'lim bo'limidan tekshiruv tashkilotlarida ishchi Ta'lim bo'limida yoshlar bo'yicha o'rinbosarimiz o'rganib natijasini keyin sessiyadan yo Bu bitta darba misolda aytilyapti, boshqa joydan ko'rish kerak. Yana savollar bormi? Shu sog'liqni saqlash bo'yicha qo'shimcha qilmoqchiman nimalariga. Men tibbiyot birlashmasining o'rinbosariman. Bizda imkon qadar hozir ishlayapmiz. İşimizni to'g'ri ko'rsatib berdilar. Haqiqatan ham faqatgina bir kamchiligimizni yana bir ta'kidlab o'tishim kerak. Mana shu Osiyo taraqqiyot bankidan ishonch 2030 dan keltirilgan apparatlarimiz, milliard so'mlarga keltirilgan apparatlarimizni ba'zilari hozir to'g'risi ishlatilmay turibdi. Buni yuqoridan kelib ko'rildi. İşlatilmay turishining sababi o'sha apparatni o'rnatishga joy yo'q. Mana to'liq kompleksimizda, to'liqxona bo'limimizda apparatni joylashtirishga joyimiz yo'q-da. Hozirgacha mana chala tug'ilish imkoni, chala tug'ilish bo'layotganlar, tuqqanlarni biz viloyat perital markaziga jo'natyapmiz. Kuvezlar kelgan, ana shu kuvezlarni joylashtirishga joyimiz yo'q. Buni viloyat hokimimizga ta'lif berganmiz. Bu kishilar tomonidan viloyat hokimiyatiga ta'lif berilgan, mana yonimizda turgan texnikumda bizga remont qilib taqdim etishlarini. Terapiya bo'limimiz 25 koyka. Davolanish juda qiyin. Har kuni meni oldimga ertalab 10 kishi keladi-da. Lavrashda oldiga 10 kishi boradi. Portalga chiqib ketyapti, davolanishga yordam bering degan kelyapti-da. Juda qiyin. 25 koyka 160 ming aholidan buni joylashtirish juda qiyin masala bo'lyapti-da. Ana shunga iltimos deputatlik so'rovini o'tkazib, viloyatdan bir ta'sir kuchlaringizni ko'rsatsalaringiz degan maqsadda aytyapman. Rahmat. Viloyat raisi bo'yicha ishda olib boryapmiz. Hozir 141 son qarori bo'yicha shu loyihamiz ko'p, shundan orttirilgan mablag'dan shuni remont qilish, ya'ni joy kapital ta'mirlash mo'ljallangan. Hozircha u bo'yicha ish boshlangan. O'z xabaringiz bor, viloyat hokimiyatiga kelgan, ruxsat qilgan, uni sal jarayoni bor hali uni bu yoqda o'tkazib olish uchun. Hozir shunday bo'ladi sizlarga. Demak, rejada bormi? Albatta bor. U juda katta joy talab qiladi. Shu katta joy talab qiladi, o'zingiz bilasiz, hurmatli rais, agar tibbiyotga borgan bo'lsalaringiz, bu yerda hozir o'zimizda ham kasal ko'p, hozir hamma kasal bo'yicha Termizga bormayapti, bilasiz. Masalan, terapiyaga borsangiz joy olish umuman qiyin. Bemor yotish. Koykalar qisqargan, oldingidan yangi remont qilgan. Bunda aytganda davolanuvchi ko'p. Joy torlik qilyapti. Buni olsak biz radiyalik kompleks yo'q o'tkazamiz. Ginekologiya bo'shaydi, bu yerda radon bo'shaydi. To'g'risi mana ma'muriyat bizdan hammamiz har joyda. Hammamiz har joyda. Joyimiz yo'q. Kasalga berib o'zimiz bo'lak joylarga tiqilishib o'tiribmiz. Bunda e'tibor bo'lmasi bo'lsin. Albatta. Yana savollar bormi? Assalomu alaykum. Javob sessiya ishtirokchilari. Hisobotingizda hududiy investitsiya loyihalari bo'yicha ma'lumot berib o'tdingiz. Mana 2026-yilda 20.8 million dollarlik loyiha asosida jami 15 ta loyiha ishga tushirilishini ko'zda tutilishini aytib o'tdingiz. Hamda mana shu loyiha 15 ta loyiha ishga tushsa 822 ta ish o'rni yaratish haqida aytib o'tdingiz. Hozirgi kungacha mana 6 oylik davrda mana shu 15 ta loyihalar ishga tushirildimi yo'qmi? Agar ishga tushirilgan bo'lsa, mana shu 6 oylikda nechta ish o'rni yaratildi? Javobingiz uchun rahmat. Tushunarli. Rahmat savol uchun. Hozirgi 6 oylikda hududiy investitsiya bo'yicha 822 ta ish o'rnini 120% dan ziyod bajarilgan. Ya'ni 15 ta investitsiya loyihalari
15 ta loyihani ishga tushishi evaziga 800 dan ortiq ishlar qilinadi deganmiz. Haqiqatan ham masalan 15 ta korxonalar masalan Xoliqov parda fermer xo'jaligining texnika xizmatini tashkil etish hisobiga endi kichkinalar 2 ta Fathulla Xurshid fermer xo'jaligining texnika xizmatini tashkil etish bo'yicha 2 ta, agar yeriklarni aytsam yangi shahar emchijini sholi yetishtirishni tashkil etish bo'yicha ikkinchi bosqichda 3000 gektar yer tayyorlashga 300 ta shu Toqchi Qo'shchinor fermer xo'jaligini fermer xo'jalik balansini to'yxona tashkil etish bo'yicha 20 dan ziyod ish o'rni, Bilsisir qo'shma korxonasi gidroponik usulda zamonaviy issiqxona tashkil etish. Ya'ni Bilsisirga borgan bo'lsangiz, oldin ochiq yerlari ko'p edi, hozir gidroponik usulda deyarli to'liq issiqxona qilib boryapti. Buning evaziga 200 ta ish o'rni. Undan tashqari Jif World Termiz MCJ xususiy korxonasining texnika xizmatini tashkil qilgan Xitoydan kelgan investorlar hisobiga 200 ta ish o'rni, undan ham ko'payadi. Xabaringiz bor, 10 gektardan ziyod yer sotib olgan eski aerodrom joyini. Bu yerdan paxtani qayta ishlash, boshqa turba zavodlari hammasini shu joyda tashkil qilmoqchi. Yirik ish o'rinlari bo'yicha mana shular shu Jif World Termiz, Bilsisir, keyin yangi shahar MCJ. Shularni 3 ta korxonaning hisobiga 700 dan ortiq ish o'rni bor. Qolgan 100 tasi kichik loyihalar bo'yicha ish o'rinlari tashkil qilinadi. Hozirgi kunda Bilsisirlarning birinchi loyihasi ishga tushgan, 200 ta ish o'rni yaratilgan Bilsisirdan. 822 tadan 400 dan ziyod ish o'rni yaratilib turibdi. Faqat bizda mana shu xitoylik investorlar tomonidan yaratilgan ish o'rinlarini endi yagona ish mehnatimizga kiritib, buni to'g'rilatib qolgan ish o'rinlari yaratiladi. Savollar bormi? Rahmat. Savol bormi? Taklifni savol desak ham bo'ladi. Oriyat mahallasi hududida joylashgan qishloq vrachlik punkti, o'sha qishloq vrachlik punkti, balki nomi boshqacharoqdir. Shu yerda saqlanishi lozim bo'lgan dori vositalari xonasida, doimiy saqlanishi lozim bo'lgan dori vositalari xonasida sovutish apparati yo'q ekan. Dorilar shunday saqlanayapti. Sovutish yo'q. Konserner berilmagan. Kichkinagina xonada barcha dorilar saqlanyapti, konserner yo'q. Dorilarni ishlatilguncha o'sha dorini vaqti o'tib ketyapti, issiqda saqlash qiyin bo'lyapti. Shunga ham sovutish apparati qo'yish mumkinmi? Endi bu bizda mana poliklinikani filiali bo'lib turibdi. Kerak dorisini shunday poliklinikadan olardim, inobatga olamiz. 12 ta konserner qo'yganmiz, bittasini beramiz. Inobatga olmaymiz, uni Konserner bo'lsa uni haq beramiz. Yo'q, shuni qo'yganmiz, konserner qo'yib beramiz. Boshqa savollar yo'qmi? Rahmat. Deputatlar savollar bo'lmasa, shu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsak, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha bo'yicha qo'shimcha yoki boshqa takliflar bormi? Hozirgi mana deputatlarimiz tomonidan berilgan takliflarni ham qaror loyihasiga kiritib tasdiqlasak bo'ladimi? O'zim ushbu qaror loyihasini ko'rdi tarqatishda berishdan so'rayman, rozilar. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 3-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 28-martdagi Islom taraqqiyot banki ishtirokida qishloq joylarini kompleks rivojlantirish, ya'ni ikkinchi bosqich loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi FQ 141-son qarorining tumandagi ijrosi to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman hokimining o'rinbosari Shakirov Shokir Yo'ldoshev ishlaydi. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, hurmatli rais. Men qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Boya hokimimiz ham qisqacha aytib o'tdilar, 141 son qaror bo'yicha.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 28-martdagi Islom taraqqiyot banki ishtirokida qishloq joylarni kompleks rivojlantirish bu ikkinchi bosqich loyihasini amalga oshirish chora-tadbir to'g'risidagi qarorga muvofiq Muzrabot tumanining 15 ta mahallasida keng ko'lamli bunyodkorlik va infratuzilmani yaxshilash ishlari amalga oshirilmoqda. Ulardan deputatlarimiz yaxshi biladi, 15 ta mahalla Hayzobod, Chegarachi, Guliston, Xalq yo'li, Soqolitepa, Mehrigah, Alpomish, Olmazor, Mehnatobod, Darband, Yangiyer, Nurli hayot, Xudokor, Buyuk Ipak yo'li va madaniyat mahallalarini o'z ichiga oladi. Bunda asosan mahallada ijtimoiy soha obyektlari, ichki yo'llar, elektr tarmoqlari, ichimlik suvi, irrigatsiya tarmoqlari hamda piyodalar yo'laklarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilishi belgilangan. Loyiha doirasida 68 ta obyektda jami 298 milliard so'mlik qurilish va obodonlash ishlari rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda obyektlar kesimida quyidagi ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, ijtimoiy soha obyektlarida dastur doirasida 8 ta umumta'lim maktab va 5 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishi hamda rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilishi belgilangan. Bularga ham aytib o'tsam, Fayzobod mahallasidagi 27 sonli maktabda 120 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi qurish, Chegarachi mahallasida 22 sonli maktabga 330 o'rinli qo'shimcha bino, Guliston mahallasidagi 49 sonli maktabda sport zali va oshxona binosi, Alpomish mahallasidagi 37 sonli maktabda o'quv binosi, Olmazor mahallasidagi 17-maktab hamda Mehnatobod mahallasi 43-sonli maktablarda rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, Fayzobod, Soqolitepa, Mehrigah, Alpomish va Buyuk Ipak yo'li mahallalarida zamonaviy 90-100 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkilotlari qurilishi davom etmoqda. Aksariyat obyektlarda qurilish ishlari oxirlashib, yakuniy ishlar amalga oshirilib, ayrimlarda suv ishlari, tom yopish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, elektr ta'minoti obyektlarida aholiga sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida 14 ta mahallada 333 kilometr elektr uzatish tarmoqlari hamda 58 ta transformator to'plar o'rnatish hamda ayrimlarni yangilash, yuqori quvvatga almashtirish belgilangan. Hozirgi kunda bularda ishlar amalga oshirib, 10 mingga yaqin elektr uskunalari hamda 50 ga yaqin transformator punktlari o'rnatib bo'lindi. Hozirgi kunda ko'proq yopiq sip kabellar tortishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari ichki yo'llar va ko'prik qurilishi ham bu qarorda nazarda tutilgan. Loyiha doirasida tumanning 15 ta mahallasida jami 243 kilometr ichki yo'llarni ta'minlash va rekonstruksiya qilish, shuningdek 6 ta ko'prik, buning 3 tasi piyodalar o'tuvchi hamda 3 tasi temir betondan qilingan ko'priklarni qurish amalga oshirish belgilangan. Hozirgi kunda Olmazor mahallasida 14 kilometr yo'llar to'liq asfaltlangan bo'lsa, Alpomish, Fayzobod, Guliston, Xalq yo'li, Mehnatobod va boshqa mahallalarda asfalt qoplamasi yotqizish hamda asos tayyorlash ishlari davom etmoqda. Nurli hayot mahallasida qurilish rejalashtirilgan 3 ta ko'prikda qurilish ishlari 65% ga yetgan bo'lsa, Yangiyer mahallasidagi ko'prik bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda mana Butrash tomonidan shu ko'prikda beton plitalar olib kelingan. Bu hozirgi kunda mana yo'l transport inspeksiyasi tomonidan og'riqlar yo'lda o'tkazishda muammolar yuzaga kelib, ular hozir poyezdda temir yo'l orqali olib kelib tushirildi. Hozirgi kunda bu yerga toshib obyektga olib kelish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari piyodalar yo'lakchasi va tungi yosh tizimlarini o'rnatish amalga oshirilyapti. Bunda 25 kilometrga yaqin piyodalar yo'lakchasi hamda energiya tejovchi quyosh panelida yoritiladigan yoritish uskunalari qo'yishlari amalga oshirilyapti. Shu bilan birga irrigatsiya va ichimlik suv tarmoqlaridan ishlar davom etmoqda. Qishloq xo'jaligi yerlarining meros-qurolini yaxshilash maqsadida Guliston, Mehrigah, Nurli hayot, Chegarachi va Xalq yo'li mahallalarida irrigatsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Nurli hayot va Mehrigah mahallalarida obyektlarda ishlar yakunlanib, foydalanishga topshirish arafasida turibdi bu.
Guliston mahallasida betonlash ishlari qisman oxirgi yakun ishlari olib borilyapti. Shu bilan birga Darband, Fidokorlar mahallalarida 99 kilometrga yaqin bo'lgan ichimlik suv tarmoqlarini tortish ishlari amalga oshirilyapti. Hozirgi kunga qadar 86 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortilib, 600 ta xonadon markazlashgan ichimlik suv tarmoqlariga ulash ishlari yakunlangan. Madar mahallasida shu ushbu suvlarni bir joyda jamlab, aholiga yetkazish bo'yicha 500 kublik suv to'plash va taqsimlash ishlari qurilishlari yakunlanmoqda. Bu qarorimiz bo'yicha qisqacha umumiy gapirib o'tdim. Har bir yo'nalish bo'yicha alohida gapirsak, ancha vaqt talab qiladi. Shuning uchun qisqacha axborotim shu. Marhamat, savollar, takliflar bor. Assalomu alaykum. Sessiya ishtirokchilari. Tanbek Tursunqulxo'jaqulovich, 10-Yangiyer saylov okrugidan tuman kengashi deputati. Hurmatli Shavkat Yo'ldashevich, kun tartibidagi masala bo'yicha sizga savolim bor edi. Shu Yangiyer mahallasida ham muhtaram prezidentimizning 141-son qarori bo'yicha ishlar olib borilyapti. Shu yerda 3 ta osma ko'prik qurilishi kerak edi. Shu ko'prik hanuzgacha boshlanmay turibdi shu qaror asosida. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, keyin 19,5 kilometr asfalt yo'l bo'lishi kerak. Yo'l ham juda sekin sust ishlayapti. Hali 30-35% ish bajarib, boshqa ishlar. Rahmat, mana 1 kilometr piyodalar yo'lagi bor edi, buni qurib bitkazishgan. 30 kilometr elektr liniyalar tortish, 4 ta yangi transformator qo'yish kerak edi. Ular ham oxirgi holatga kelib turibdi. Transformatorlar o'rnatyapti. Shuni o'rnatganini ishga tushirib, qolganlarini o'rnatib bersa, bular ham ishini yakunlaydi. Shu 3 ta osma ko'prik asosiy ish boshlanmay turibdi. Shuni bir aniq qilsangiz. Mana savolimni qisqacha to'xtalib o'tdim. Bu bitta pudratchi tomonidan Jizzax minorasi degan tashkilot tomonidan ushbu ko'priklarni o'rnatish hamda yangidan 3 ta Nurli hayotda ko'prik qurishdi, bitta tashkilot yuborgan. Hozirgi kunda bu tashkilot kecha mana rahbarim bilan gaplashganda, hozir ham hokimiyatda quruvchilar ichki yo'l va ko'prik quruvchilarni chaqirganmiz. Shu gaplashamiz. Asosiy mana bu betondan bo'ladigan Nurli hayotdagi ko'prikda hozir qurilish materiallari kelgan. Temirlarni ham olib kelib taxlagan va rasmlarni tashlab berdi. Shu oyning yakuni bilan, keyingi oyning yakuni bilan to'liq foydalanishga topshiraman deb kecha va'da berdi. 20 kunga qoldirmaydi. Asli plitalar hozir temir yo'lda olib kelindi. Ular o'zi temirga olib kelamiz dedi. Temir yo'ldan tushirib, hozir mana Boldirda turibdi. Hozir borib o'zim ko'z bilan ko'rmoqchiman, rasmlarni tashlab berdim. Buni tugatadi, bu yoqqa usta qo'yadi. Temirlarni olib keldi. Avans mablag'lari yil boshida o'tgandan keyin ular bugungacha mablag'dan sal muammo qiynalib turgandi, mablag'lari yechildi. Endi to'xtatmaydi, 20 kun, 1 oy ichida topshiramiz. Keyin asfalti bo'yicha iyul oyida tugaydi. Iyul oyida tugatadi. Iyul oyining keyingi sessiyasida shu masalani ko'rsatish bo'ladi. Nima maqsad, agar quruvchilar shu sessiyaga taklif qiladi. Keyin asfalt bo'yicha savol berdingiz. Asfaltni bu Abdurahim degan suykorxona yutib olgan. Bu yerda jami 19,5 kilometr rejalashtirilgan. Hozir kungacha 10 kilometrda tosh qo'yib ham nimasi tayyorlangan. 9 kilometrga yaqin bo'lgan joyga asfalt yotqizgan. Hozir tuman hokimimiz ham gapirib o'tdi. Bir xil qismida sifatsiz bo'lgan joylar ham bor deb. Hozir uni borib ko'ramiz, hokimlar rejalashtirgandik. Buni yechimini qilamiz, bu tezlashtiradi. Ham asfaltda sal hokimlar o'zi ham to'xtatib tashlang dedi, to'xtatganmiz. Agar sifat qilmasa, boshqa pudratchi almashtiramiz. Shavkat aka savol bor edi. 141 bo'yicha Darband mahallasi 4 kilometr piyodalar yo'lakchasi qurilgan. Hamma ishlar bajarilgan, faqat yoritish uskunalari olib kelinmoqda degansiz. Sizga deputat so'rab chiqarganman. Mana Erpek chorrasidan Jomiy bekat deyiladi, 39 maktab burilishida. Shu yerda 200 metr piyodalar yo'lakchasi qolib ketdi qilinmasdan. Loyihasida bizlar birinchi ko'rgan loyihamizda mavjud edi. Hozirgi vaqtda borib murojaat qilib loyihani ko'rsatsak, loyihani ko'rsatmaydi birinchisi. Ikkinchisi
shu yo'l ustidagi erpek chorasi suyurgisi bo'lgan piyodalar yo'lakchasi bu mutaxassis emas, bu mening shaxsiy fikrim. Endi ko'z bilan ko'rganda javob to'g'ri kelmadi, mana talabga javob bermayapti. Shu hali 1 yil bo'lgani yo'q, 3 oy bo'lgani yo'q, o'sha yemirilib qoplamalari ko'chib ketib yotibdi. Shu bo'yicha mana shu loyihasida bo'lsa 200 metr maktabgacha bo'lgan hudud nima uchun bajarilmayapti? Bu birinchi loyihasini bajarmasdan yana bitta emas, ikkita loyiha beryapsizlar bunga. Ham bog'chani qurilishi, 37-maktab hududidagi qo'shimcha bino qurilishi beryapsizlar. Shunday qilsa bo'ladimi bu? Ishni cho'zayotgan quruvchiga yana qo'shimcha loyiha berish. Keyingisi o'zingiz ham kuni kecha boruvdingiz. Mana 39-maktabning qo'shimcha binosini topshirish yoki ko'zdan kechirish bo'yicha hozirgacha ekspertizadan o'tkazilgan nimasi loyihasi taqdim etmayapti. Loyiha falonchani qo'lda, uni qo'lda deb aylanib yuribmiz. Uni haqiqiy holatda qanday ishlar qilinishi kerak, nima ishlar bajarish kerak ko'rib chiqishimiz kerak. Vaziyatda shuni hozir ayrim soatga kelolmadi. Ular Angor tumani ham Sherobod tumanida turarchi opa, Sherobod tumani tanidi. Endi shu kechga kelib oldilar. Opaga aytdim, shu kamchiliklari borligini o'ziga tushuntirdim. Borligini tanqid shu paytda ko'rsatdi. Ular ichki tomonda ham pankyo'l qo'yib, pankyo'l yonida elektr uzatish liniyalarini ulashda safar holatlar borligini tushuntirdim. Bu sizlardagi ekspeditsiyadan o'tgan loyihani foydalanishga topshirish muddati yaqinlashyapti. Siz barchasi qabul qiluvchisiz bo'lasiz. Ekspeditsiya bo'yicha o'tgan loyihani ko'rsatadi. Har biri bo'yicha to'xtalib o'tamiz, izoh qo'yib qabul qilamiz. Keyin piyodalar yo'lakchasi bo'yicha siz o'tgan safargi sessiyada murojaat qilganingiz lekin o'zingizdan bu bir qadam tuzayotgan to'g'ri sifatsiz yo'q. Aktivda qo'ygan, beton qo'ygandan keyin orasida qum solgan. Maktabdagi beton qo'yib chiqmadi. Bu yerda o'ynaydi, bir tomonga o'tadiganning orasiga qum qo'yadi. Sifatsiz qoladi. Bu qudratchiga aytganman. Keyin bu maktabda olgacha loyihasi bor edi, loyihasi qiziqdi. Maktabdan bor edi. Bunga 4 kilometr bergan. Men buni har birini o'lchab chiqdim. 4 ta joyda aholini uyga kiruvchi joylarda qattiq qilmaydi. Masalan, shuni ekran bor. 100 metrga. Shuni berasan deb o'ziga aytdim. 100 metrga. 4 kilometr deb shularni qo'shib o'lchaganda 4 kilometr chiqarib kelgan. Men bittalab o'lchanimda, yo'q, buni qilib berasan deb o'ylayapman, qilinadi. Hammasi qabul qilmaydi. Yaxshi. Abi qabul qilmaydi. Bu yo'lga yaqin bo'lib ketyapti dedi. Yo'lga yaqin emas, yo'lni nariga asfalt olayotganda sal qo'shamiz. 1 metr zaborlikning joyi bor. Yo'lga yaqin qilib olamiz, bola xavfsiz bo'ladi. Uni qilib beraman. Bo'lsin, foydalanishga topshira olmaydi. Keyingi aytgan narsangiz bu binoni ularga topshirmasdan yana olyapti deyapsiz. Bu bizda aralashuvsiz bo'lyapti. Bu yerda bir qancha shaffof bo'lyapti, elektron o'zi aniqlab hisoblab beryapti. Hozir mana bu xatlari, keyin aytgan bog'cha obyektlarni qurish kechiksa, undan balonlarga elektron olmaydi. O'zi cho'rliga o'tib ketadi. Rahmat. Yana savollar bormi? Bor. Yangiboddagi qurilish tugagan yo'l 9-maktabda to'xtagan. Shundan 9-maktabdan 54-maktabgacha yo'l o'zgarmaydimi? Shu so'z qoldimi endi? Remont bo'lgan, Qariqshochidagi yo'l. Yo'q, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi, to'g'ri? Endi qarang, o'sha qishloq 9-maktabdan 54-maktabgacha qancha zich joylashgan, bilasizmi? Shuni agar iloji bo'lsa tejalgan mablag'da, bo'lmasa bu yilga rejaga kiritish kerak, yoritishdi. Chunki aholi o'sha yerda zich joylashgan, baribir nimada yosh yalang o'tishi mumkin, qari qurib o'tishi mumkin. Tungi yoritish yo'q. Tungi yoritish rejalashtirish kerak. To'g'ri, aytdingiz hozir mana. Aynan 9-maktabdan 54-maktabgacha. Chunki nariya chiroyli bo'lib kelgan, yoriq bemalol haydovchi ko'radi, misol uchun chiqayotgan odam. Maktabga yaqin joylarda Umuman, u aholidan, o'sha aholidan toki 9-maktabdan 54-maktabgacha. O'sha tungi yorishni qo'yish kerak. Bu loyihada bor. Mana bu yo'lni boshliq oldin Toshkentda shartnoma qilib shu yerga yorishni qilishga ketgan. O'sha o'lsa bundan olib keladiki, o'rtada polosasi bor. Nariyada sizga xuddi shu chiziqda polosasi bor. Ichiga uzun polosasi yorish topib ko'rsatgan. Shu hududda kim debsa? Yorish tizimi bor loyihada. Endi
O'sha keyin loyihada bor. Shu o'zi shartnoma qilishga ketgan. Hozir chunki davr talabiga kelyapti. Keyin erpatdagi ham aytyapti perikoroskada tungi yorish bo'lishi kerak. Chunki svet o'chgan paytda baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, yoshalang chov o'tadi. Mana shunday perikoroskalarga obязательно ko'p emas, 2 tadan bo'lsa 8 ta tungi yorish qo'ysa ham hozircha o'sha haydovchiga qiyinchilik bo'lmaydi. Keyin qo'ng'iroqdagi kiraverishdagi nima ham shunday, o'quvchi maktabda oldida tungi yorg'ich obязательно kerak. Keyin dalashi talabga qarab ketaveradi. Ha, faqat perikroskalarda asosan. Chunki oyatda rasman hozir yangi rasmlar loyihada turibdi. Zerda yo'latish, shu hududda yo'l qismini yaxshilash bor. shunday qilib, chunki aholi gavjumda o'sha yerda. Savollar bormi? Mana Shavkat Yo'ldoshev mana Akkerimiz mahallasini poyezd yo'ldan keyingi joyda hozir 8 metrlik piyodalar yo'lakchasi bilan asfalt qilinyapti-ku. O'shanda piyodalar yo'lakchasi boyagi suv quvurini, ichki suv quvurini ustidan tushib ketyapti. Siz ruxsat keltirganingizga qo'shimcha chaqirdim. Shunda keyin hokimimiz shöyle loyihani kelish vakolat qilsa ekan, qismi ko'chaga chiqib ketgan. Zagizaga borguncha daraxt soya boshqa bo'ladigan joy bor. Ha, bu yoqda bormi yo'q? Tomonni o'chiramiz. Bu tomonda yo'q, hokim endi koloslar usti joyi trotuarlar teng bo'ladi. Avval kattaning ustida yurmaydi, yaxshi bo'ladi. Keyin olib asfalt asfaltga kelamiz. Yaxshi. Ko'pataga borib ko'ribdi, uncha borib Hoji bobo bilan. Ha, Yo'lakcha, keyin otoq qo'yish. O'sha bobo hozir har kun telefonda ham kelib ketyapti. Shu masalani nima qilamiz? Buni buraya deputatlar Dilfuza Jo'rayeva Jangil bilan gaplashganmiz. O'tgan safar Tamaxollaga mana 100 million so'm mablag' qabul etdi. Oliy Majlisda shunday yo'nalish bor ekan, jamg'armalar beradi. Kichik loyihalarga. Hozir yangi yo'l mahallasida o'smoqchilarni olib bolalarni qishloqdan bu maktablarga yo'lda transport muammosi bor. Hozir shu yerda loyihasini qilib berdik. Bu chorada kelgusi chorakda u joyda beramiz. Rejalashtirib 200 millionga yaqin beringlar deyapti. 600-700 metr joyga 200 million to'liq yetadi. Hurmatli rais, Poskayda bu yoqdan keyin kazarmadan bolalar o'tib kelyapti yo'lga. 21 maktabga borishga hech qanday yo'lakcha ham yo'q. O'sha yerda foydalari bor. O'shani yana bir ko'rib chiqish kerak. Ular bo'lsa keyingi loyihalarga taklif berib Ayniqsa qish paytlarida juda bolalar yurolmay qiynalib, buyog'i chiqish tepalik mashinalar o'ynab ketadi. Deputat opaga xat bersak, sizlardan jamlab xat bersak yaxshi bo'ladi. Ular bu chiqarishga chiqarib xatni. Keyin ikkinchi, ya'ni shuni qo'ymasangiz zo'r bo'ladi, tez bo'ladi. Mayli, ular bizdan bo'ladimi, deputatga so'roq bo'ladimi, qaysi bo'lsa o'shani ko'rib chiqamiz. Qaysi ma'lum bo'lsa shu. Iloji bo'lsa tezroq qilish. Boshqa savollar yo'qmi? Yo'q. Boshqa savollar bo'lmasa, mana hozirgi bildirilgan takliflar, qo'shimchalar bilan qaror loyihasini qabul qilsak bo'ladimi? Agar ma'qul desalar, qo'lda tasdiq berishdan so'raymiz. Rozilar. Rahmat. Qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, rahmat aytishinglar. Sessiya kun tartibidagi 4-masala Muzrabot tumanida dolzarb 90 kun tadbirlari doirasida yoshlarning bo'sh vaqtlarini yozgi ta'til davrida mahallalarda va umumta'lim maktablarida mazmunli hamda samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman hokimining o'rinbosari Rahmonov Farruh Allomatovga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, yig'ilish qatnashchilari. Mikrofon.
Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, hurmatli komissiya a'zolari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, kasb-hunarga yo'naltirish hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Muzrabot tumanida dolzarb 90 kun dastur doirasida keng ko'lamli chora-tadbir rejasi ishlab chiqilib, izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur dastur doirasida yoshlarning yozgi ta'tilini mazmunli tashkil etish, ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka yo'naltirish, intellektual, madaniy va sport tadbirlariga jalb etish, ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan 28 ta yo'nalishdagi tadbirlarni belgilab oldik. Birinchidan, yoshlarni kasb-hunarga o'qitish, bandligini ta'minlash borasida Kelajak markazi tomonidan IT, mobilografiya, web dizayn, robototexnika, tikuvchilik, sartaroshlik, oshpazlik va kulolchilik yo'nalishlarida ezgu kasblar to'garaklari tashkil etilmoqda. Shuningdek, tuman hududidagi texnikumlar bazasida intensiv kasb lagerlari yo'lga qo'yilib, yoshlarni sartaroshlik, oshpazlik, elektromontaj, santexnika, payvandlash va tikuvchilik kabi amaliy kasblarga o'qitish ishlari amalga oshirilmoqda. Ustoz shogird loyihasi hamda yoshlar +1 dasturi orqali yoshlarni tadbirkorlikka biriktirish, ularni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga o'rgatish hamda bandligini ta'minlash ishlari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari chempion tadbirkorlar bilan uchrashuvlar tashkil etilib, mavjud bo'sh ish o'rinlari o'rganilib, yoshlarni marketplace, servis, savdo, sanoat va kuryerlik yo'nalishida ishga joylashtirish choralari ko'rilmoqda. Ikkinchidan, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida mini futbol, kurash, arqon tortish, tosh ko'tarish hamda boshqa sport musobaqalari tashkil etish rejalashtirilgan. Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida sport maktablari bilan hamkorlikda ommaviy sport tadbirlari, 5 tashabbus olimpiadasi doirasida zamonaviy kasblar tanlovlari hamda USCHES shaxmat loyihasi amalga oshirilmoqda. Uchinchidan, yoshlarning ma'naviy saviyasini oshirish maqsadida Zakovat intellektual o'yinlari, yosh kitobxon, quvnoqlar va zukkolar tanlovlari, mutolaa marafoni, ibrat farzandlari, debat, speaking klub, top coach, ustoz ay loyihalari hamda yosh jadidlar ma'rifat sari dadil qadam loyihasi tashkil etish belgilangan. Madaniyat markazlarida rassomlar ko'rgazmalari, mushoira kechalari, viktorinalar, gala konsertlar, kino karvon loyihasi hamda teatr tomoshalariga tashriflar tashkil etish ko'zda tutilgan. Shuningdek, Bo'zatov Fest mohir fortepianochi kabi respublika miqyosidagi tanlovlarda tuman yoshlarining faol ishtiroki ta'minlanadi. 4-dan, yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida mini biznes loyihalar tanlovi o'tkazilib, g'olib va istiqbolli loyihalar tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlar bilan qo'llab-quvvatlanishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari, yoshlar tashabbuslari marafoni, ibratli farzandlar loyihasi, kibersport musobaqalari, ichki turizm sayohatlari hamda tabiatni asraylik eko aksiyasi orqali yoshlarning ijtimoiy faolligi va vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlash maqsad qilingan. Hurmatli deputatlar, dolzarb 90 kun dastur doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning kasb-hunar egallashi, bandligini ta'minlash, sog'lom turmush tarzini kasb-hunar egallashi, intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu munosabat bilan tumanimizdagi barcha mutasaddi tashkilotlar hamkorligida belgilangan tadbirlarni o'z vaqtida sifatli amalga oshirilishini ta'minlash, yoshlarni keng qamrab olish hamda dastur ijrosi ustidan tizimli monitoring olib borish muhim vazifa hisoblanadi. Bu bo'yicha 13 nafardan iborat ishchi guruh tuzilgan. Bu bo'yicha yana 90 kunlik bo'yicha hisobot beramiz. Hozir bu ishlar davom etyapti. Yana ma'lumot uchun iyun oyining boshida 12 kunligida o'sha 8 ta maktabimizda bolalarning vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida kunduzgi oromgoh tashkil qilindi. Bunga 700 nafar o'quvchi qamrab olinib, u yerda o'sha kunduzgi oromgoh ham tashkil qilindi. Bundan tashqari Vandobda o'sha lagerga 50 nafar kam ta'minlangan oilalar farzandlari yuborildi va kuni kecha 76 nafar ijtimoiy reyestrga kiritilgan yosh oilalarning farzandlarini ham 76 nafarni Vandobga jo'natdik. Bu bo'yicha tizimli ishlarni belgilab olganmiz, hurmatli deputatlar.
hisobotim tugadi. Agar savol takliflar bo'lsa marhamat. Marhamat, savollar bormi? Hozir hamma e'tiborni mana shunga qaratishimiz kerakda. Har bir hududdagi maktablarda, mahallalarda shu yoshlarni bo'sh vaqtni mazmunini o'tkazish, 90 kunlik yo'lda 90 kunlik o'tyapti. Lekin kun issig'ligi uchun hech kimda gavjum emasda. O'shaning vaqtlarini Shunday. Bu bo'yicha Hurmat rais 2026 yil 2-iyunda shu tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limini 348.115 buyrug'i ishlab chiqilgan. Bunda har 59 ta maktabda ham o'sha grafik asosida tadbirlar o'tkazish rejalashtirilgan. Bundan tashqari 37 ta mahallada shu davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bu bo'yicha ham tadbirlar ishlab chiqilib, ularga ham tushirib berganmiz. Bu bo'yicha ham davom etyapti ishlar. Boya savol bo'ldi, birinchi o'rinbosarga shunga sal izoh berib ketsam, bog'cha masalasi bo'yicha. Bizda hozir tumanimizda jami 205 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud. Shundan 23 tasi davlat maktabgacha ta'lim, 10 tasi davlat xususiy sherikchilik asosida hamda 171 ta oilaviy bog'chalarimiz mavjud. Hozir haqiqatan ham Darband mahallasida bizda bog'cha, davlat bog'chasi yo'q. 17 ta mahallamizda bog'cha mavjud emas edi. Hozir mana 393 hamda 141 sonli dasturlar asosida bu 5 taga kamaydi. Hozir 12 ta mahallamizda hozirgi kunda bog'cha mavjud emas. Buni dasturlarga takliflarni berganmiz. Hozirgi kunda mana shu Globotda 14-sonlida 8-chi shu Oriyatdagi bog'chalarda qurilish ishlari davom etyapti. Hozir qamrov ko'rsatkichimiz 74.5%, ya'ni rejani bajarganmiz. Ya'ni agar hozir 10 ta mahallamizdagi bog'chalar agar rekonstruksiya qurilishini hisobga olsak, biz 86% ga chiqish rejalashtirilgan. Xudo xolasa, respublika ko'rsatkichidan ham baland bo'ladi. Yoz mavsumida ham bu bo'yicha ham yana axborot kiritamiz, hisobot berib boramiz. To'g'risi nazoratga olib o'tkazamiz. savollar, takliflar bormi? Sizin tushungan yoshlar Shunday. bu yerda markazda tadbir qilasiz. Markazda imkoniyat bor keladi. Shuni sektorlarda ham yoshlar, hamma mahallada yoshlar yetakchisi bor, to'g'rimi? Shu yoshlar yetakchisi kechqurun bir chiroyli tadbir qilib, bayram ekanligini yoshlarga his qildirish kerak. O'sha markazga, misol uchun yurtim jamoliga bir joyga, deylik Yangiobod Oriyat, Obihayotga bir joyga, mana Oriyatga bir joyga. Shuni tashkillashtirsa, menimcha yoshlarni ko'proq kechqurungi nimasi, behuda yurishlari bo'lmasdan deyman. Chunki bu yerda hozir mana bu yerda o'tadi, faqat shu yerdagilar kelish mumkin. Lekin qolgan mahallada ham yoshlar borda. Yoshlar ishlayapti, xudoga shukr, to'g'ri yoshlar. Lekin shuni jalb qilish kerak. Endi hozir bu taklifingiz hozir o'sha yaqin hududlardagi maktablar yoki mahalla guzarlarini tanlovlarni tushirib beramiz. Shu markazga shu o'sha atrofdagilar yig'iladi, yoshlar o'sha qatran bayram ekanligini his qiladi. To'g'rimi? Keyin mana keyingi bayramlarga yoshlar demak nima bilan kutadi? Juda yaxshi takliflar. Yana takliflar bormi? Hozir aytib o'tdingiz mana shu bog'chalar bo'yicha, boyagi taklif bo'yicha, boyagi savol bo'yicha shu uy bog'chalarini bir tekshirib ko'rish kerak. Va shu ishchi guruh tarkibiga ham o'sha hududda saylangan deputat ishtirok etsin. O'sha tekshirish jarayonida. Chunki bu tarbiyalanuvchilar bizni farzand, hammamiz farzandimiz, ularning sog'ligi bizdan befarq bo'lmasligimiz kerak. Kelajak qolaversa kelajakda. Shuning uchun ham uni oshxonasida holati, tarbiyalanayotgan jarayonlarni bir alohida e'tibor olishimiz kerak. Mutaxassislarni jalb qilsangiz maqsad muvofiq bo'ladi tashkilotlardan. Bu bo'yicha 171 oilaviy bog'cha hozirgacha bo'lmagan, hozir aytgan bog'chalarimizni shaxsan nazoratga olib, ishchi guruh qilib o'rganib beramiz. Aynan Darband misolda aytyapman. Bu 37 ta mahalladagi uy bog'chalarni nazorat qilish kerak. Nazoratga olamiz. Savollar bormi? Rahmat o'tish. Savollar bo'lmasa, hozir mana takliflar, hozir mana fikrlarni inobatga olib,
qaror loyihasini qabul qilsak, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa tasdiqlab bersinlar. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 5-chi, 6-chi va 7-chi masalalar Muzrabot tumani mahalliy byudjetining 2026 yil boshida shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' ajratish, tuman hokimligi huzurida tashkil etilgan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini yo'naltirish hamda tumandagi yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan mablag' ajratish to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan muzokara uchun so'z xalq deputatlari Muzrabot tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Musayev Azizjon Zafarovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 126-moddasiga asosan mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 6-24-moddalariga hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat Kengashining 2026-yil 12-martdagi KQ 325-FV sonli qarorlariga muvofiq tuman hokimligi tomonidan 2026-yil 25-may kuni Muzrabot tuman mahalliy byudjetning 2026 yil boshida aniqlangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan Muzrabot tumanining Shaffof mahallasi hududida joylashgan tuman hokimligi binosi oldidagi avtoturargoh chetlarida mavjud piyodalar yo'laklariga hamda favvora atrofiga zamonaviy plitka qoplamasi yotqizish ishlarini amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlar uchun 143,480,000 so'mlik mablag' yo'naltirilgan. Shu taklif kiritilgan yuqoridagi bayon etilganlarga asoslanib ushbu masala xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqildi va ijobiy xulosa berildi. Tuman kengashining sessiya kun tartibiga kiritilgan. So'zim yakunida sizlardan mazkur qaror loyihasini qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Marhamat. Savollar takliflar yo'q. Bo'lmasa kun tartibidagi 5-masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasi ko'rib chiqsa, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. O'zgartirish qo'shimchalar yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa qo'lga tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilingan. Kun tartibidagi 6-masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsak, qaror loyihasi sizlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartibi tamoyillarini to'g'risidagi PF 17-sonli farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida tumanda infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasidan kelib tushgan mablag'lar xarajatlarini yo'naltirish maqsadida xarajatlar turlari yo'naltirish takliflari bo'yicha qisqacha ma'ruza qilsam. Jumladan, tumandagi ijtimoiy reyestrning 1001 ta davlat ta'minotidagi oilalarga, 33 nafar yolg'iz yashovchi hamda 446 nafar kambag'al oilalarga, jami 1,5 ming oilaga bir martalik oziq-ovqat mahsulotlarini, ulardan kungaboqar 2 litrlik bug'doy uni 5 kg, 1 kilogramm go'sht, 1,5 kilogramm makaron, grechka 1 kilogramm, 2 kilogramm guruch, 1 kilogramm shakar va 1 kilogramm perlovka mahsulotlarini bilan ta'minlash maqsadida xarid qilish xarajatlari uchun 501 million so'm mablag' ko'rsatilgan. Tumanning Shaffof mahallasida joylashgan ko'p qavatli xonadonlar uchun yangi umumiy jamoat hojatxonasini qurish xarajatlari uchun 237 million 723,082 so'm mablag' sarflanishi rejalashtirilgan. Yuqorida bayon etilganlarga asoslanib hamda 2026-yil 21-maydagi muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat ta'minotidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi PQ 196-sonli qarori O'zbekiston Mahallalar uyushmasining 2026-yil 22-maydagi
0201/10/994 sonli xati hamda tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi va inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan qabul qilingan qo'shimcha xulosalarni inobatga olib, ushbu masala xalq deputatlari tuman kengashi mahalliy byudjet, tadbirkorni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqildi va ijobiy xulosa berildi. Tuman kengashining sessiyasi kun tartibiga kiritilgan. So'zim yakunida sizlardan mazkur qaror loyihasini qo'llab-quvvatlashini so'rayman. Ushbu masala bo'yicha ta'kidlar, savollar yo'qmi? Bo'lmasa kun tartibiga yozilish masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasi ko'rishda qaror loyihasiga tarqatilgan. Loyiha bo'yicha qo'shimcha ta'kidlar yo'qmi? Bo'lmasa kun tartibida berishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Keyingi masala. Keyingi 7-chi masalaga o'tdik. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 25-fevraldagi Vazirlar Mahkamasining yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2022-yil 7-iyundagi 312-sonli Yoshlar daftari jamg'armasining ijtimoiy yordamlar ko'rsatish, takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi 78-sonli qarorning 2-ilovasi bilan tasdiqlangan Yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan ijtimoiy yordamga ajratish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentining 13-bob yoshlarning intellektual salohiyatlarini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va huquqiy savodxonligini oshirish, shuningdek 5 muhim tashabbus doirasidagi tadbirlarni moliyalashtirish, 50-bandidagi yoshlarning intellektual salohiyatlarini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va huquqiy savodxonligini oshirish, shuningdek 5 muhim tashabbus doirasida kalendar rejasiga kiritilgan tadbirlar hamda loyihalarni tashkil etish va o'zgartirishga tuman darajasidagi tadbirlarni tashkil etish uchun xalq deputatlari tuman kengashi qaroriga asosan moliyalashtirish belgilab berilgan. Bugungi kunda yoshlar daftari jamg'armasida 1 milliard 462 million so'mlik mablag' mavjud bo'lib, shundan 25% mablag'lari 5 tashabbus doirasida sarflanish mumkinligi inobatga olingan. 2026-yil davomida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilayotgan tadbirlarning tuman bosqich sifatida o'tkazilish va g'oliblarni tantanali taqdirlash marosimlarida sahna uchun zarur bezaklarni ijaraga hamda sotib olish uchun 331 million 145 million so'mlik mablag' moliyalashtirish rejalashtirilgan. Yuqorida bayon etilganlarni asoslab ushbu masala xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqildi va ijobiy xulosa berildi hamda tuman kengashi sessiyasi yakunida kiritildi. So'zim yakunida sizlardan mazkur qaror loyihasini qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Marhamat, shu masala bo'yicha taklif, savollar yo'qmi? Bo'lmasa, kun tartibiga yetishlik masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqamiz. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Ushbu loyiha bo'yicha qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bormi? Bo'lmasa, qo'lga tarqatsa berishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar yo'q. Betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Marhamat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibida 8-masala Muzarabot tumanining boshliqlari bilan egalab olingan yer uchastkalarini hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarni aniqlash ishlarini tashkil etish bo'yicha tuman ishchi guruhining tarkibiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida. Kun tartibidagi masala xalq deputatlari tuman kengashining agrar qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi yig'ilishida ko'rib chiqilganligini inobatga olib tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsak. Ma'qulmi? Ushbu qaror loyihasi bo'yicha qo'shimcha o'zgartirishlar bormi? Yo'q. Bo'lmasa qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 9-masala xalq deputatlari Muzarabot tuman kengashining ayrim qarorlarini qonunga muvofiqlashtirish bo'yicha. Kun tartibidagi masala xalq deputatlari tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash,
va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyasi yig'ilishida ko'rib chiqilganligi inobatga olib, tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsak. Ma'qulmi? Ushbu qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasiga o'zgartirish yoki qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa qo'l ko'tarib tasdiq berishlarni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q, qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, shu bilan kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyaning o'tishida kimda qanday fikrlar bor? Bo'lmasa xalq deputatlar tuman kengashining 23-sessiyasi ishini yopiq deb e'lon qilaman.